Odamlar o'zbek kinosi haqida qanchalik biladi? Go. Eng oxirgi ko'rgan o'zbek filmingiz qaysi? Короче, Fight Club'dan chopishgan ideyani. Ha, Alisher Uzoqov o'ynagan. Alisher Uzoqov prizrak bo'ladi u kinoda. Chinor ostidagi duel bo'lsa kerak. Kalmar o'yini. Qaysarginam, что ли? 5 kunlik dunyo. Sug'diyona. Tundan tonggacha o'sha kinosi. Men ko'pincha yoqadi. Qaladu gaplar ko'rganman yaxshi. Qaysi jihati yoqdi? Esida qolgan. Endi ko'pincha Alisher Uzoqov kinolarida. Yaxshilik bilan tugamas ekan, no. Interesting kino ekan. Filmdan bosh qahramon 3 tasini sanab bera olasizmi? 456-o'yinchi. Alisher Uzoqov prizrak. Farruh Soipov. Rayhon Asadova. Sochini bo'yab olgan bor. Sariq sochliga reper bo'lib o'ynadi. Ha, o'sha. Tohir Saidov. Aysanim, Tadiyana. Shohsanim 001. Qaysi personajni o'ynagan bo'lardingiz? Amerikanskiy psixopat. Personaj Sanam. Obi-Wan Kenobi bo'la qolsin. Sug'diyona. Qaysi filmni tavsiya qila olasiz? Ko'rish kerak. Shumbola film. Amerikanskiy psixopat. Endi o'zbek filmlar ko'rmaganim uchun bilmayman.